O'sha paytdagi Uzdeo maxsus buyurtmasiga ko'ra Italiyada tayyorlangan Carinini Nexia poyga mashinasi. Birinchi pilot bo'lmish Sherzod Jumayevning gaplariga ko'ra, Carinini ustalari mashina kuzovidagi barcha bog'langan qismlarni qaytadan svarkalab mustahkamlagan. Kapot ostida esa (16 klapanli Opel C20XI motori o'rnatilgan. Motor 220 ot kuchiga ega. Karl 220 ot kuchi 90-yillarning oxirida. Bu motorni ko'rgandan bir marta eshitib ko'rish afzal. Hey yo, chill, man.